Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Mana 12 talik kamperlarimizni ham tayyor holatga keltirdik. Bu ishlarimizni Toshkent shahar Yunusobod tumaniga chiqaryapmiz. Stollarimiz 100% yong'oq daraxtida bo'lgan, kobra fasonda, oyoqlari 3D qilib ishlangan. Stolimiz oyog'i simali, ikkita quyma plastmassadan ishlangan. Stolimiz razmeriga keladigan bo'lsak 320 ga 120 sm qilingan. Stollarimiz orqalari mana pardalik broshkalar qo'yilgan. Xo'p, endi bu kampligimiz xon taxta bo'ladimi deganlar uchun bu xon taxta bo'lmaydi, chunki simali oyoq kichrayadigan joyi yo'q. Xon taxta bo'ladigani boshqacha fasonda bo'ladi. Xuddi shu simali holatdagisi 8,5 million so'mdan qilib berdik. Tumbali varianti bo'lsa, u jicha arzonroq chiqadi. Uni ham hozir sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana azizlar, aytib o'tilgan kampli holatdagisi, tumbali variantdagisi bu albatta xon taxta bo'ladi. Bunisi narigi simali variantdagisidan sal arzonroq chiqadi. Xuddi shu holatda 12 taligi 7,5 million so'm chiqadi. Agar buni 3D oyog'i menga shart emas, oddiy oyoq bo'lsin desanglar, bu yana ham jicha arzonroq bo'ladi. O'sha pastdagi nomerga murojaat qilsanglar, uni ham tushuntirib o'tamiz to'liq narxlar bilan. Videomiz kimgadir foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like tugmasini bosib qo'yasizlar. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatib borsanglar, boshqa videolarimni joylaganmiz narxlari bilan. Bundan boshqa fasondagilari sizga yoqadigan bo'lsa, xudo xolasa kelishib qoladigan bo'lsak, hammani xonadoniga chiroyli tarzda yetkazib olib borib beryapmiz. Voha taraflariga ham dastavkalarimiz bor. Kelishilgan holatda shofyor akalarimizdan chiqarib yuboryapmiz. Bemalol murojaat qilaverasizlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' salomat bo'lasizlar.